Mariya Remark. Inson ko'nikadi, har narsaga ko'nikadi. Bu eng qo'rqinchli narsa. Bu oddiy jumla bo'lishiga qaramay, u juda chuqur falsafiy ma'noga ega. Inson tabiatining moslashuvchanligi. Remark bu yerda insonning aql bovar qilmas darajada bardoshli va moslashuvchan mavjudot ekanligini ta'kidlaydi. Inson ochlikka, sovuqqa, yolg'izlikka, azobga, hatto urushdagi doimiy o'lim xavfiga ham ko'nikib yashashi mumkin. Yomon narsalarga ko'nikish bu juda xavflidir. Bu iqtibosning eng qo'rqinchli jihati shundaki, inson nafaqat yaxshi, balki yomon va hatto g'ayriinsoniy sharoitlarga ham ko'nikib qolishi mumkin. Bu esa befarqlik, loqaydlik va adolatni yo'qotishga olib keladi. Bu gapni bugungi kunda ham dolzarb muammolarga bog'lash mumkin. Inson ishsizlikka, tashvishga, adolatsizlikka, beqarorlikka ko'nikib yashayverishadi. Ular o'z hayotini o'zgartirishga urinish o'rniga mavjud holatni normal deb qabul qilishadi. Remark demoqchiki, ko'nikish har doim kuch emas, ba'zida bu ruhiy taslim bo'lishi mumkin. Inson o'z holatini tanqid qila olishi, yaxshilash uchun harakat qilish tuyg'usini yo'qotmasligi kerak. Yaxshi odam bo'lish bu qiyin, juda ham qiyin. Ayniqsa hech kim buni qadrlamasa. Mazmuni: bu jumla insoniy fazilatlar va jamiyatning ularni qanday qabul qilishiga oid juda chuqur haqiqatni ochib beradi. Yaxshi odam bo'lish bu ongli tanlov. Remark bu yerda yaxshi odam bo'lishni instinkt emas, balki ongli, irodaviy harakat deb ko'rsatmoqda. Chunki yomonlik, loqaydlik, befarqlik oson. Yaxshi odam bo'lish esa sabr, halollik, fidoilik talab qiladi. Qadr topmaslik bu og'riqli holat. Ijtimoiy haqiqat shuki, ko'p hollarda yaxshi odamlar e'tiborsiz qoladi, suiiste'mol qilinadi. Qadri keyinroq tushuniladi yoki hech qachon tushunilmaydi. Bu esa yaxshi insonning ichida ko'nglini sindiruvchi iztirob uyg'otadi. Men nega bundayman? Agar hech kim buni qadrlamayotgan bo'lsa, bu sizga tanish tuyg'umi? Har bir yaxshi niyatli inson bir payt kelib shu savolni o'ziga bergan bo'lishi mumkin. Bu iqtibos aynan shunday odamlar uchun. Siz yolg'iz emassiz. Sizning ezguligingiz befoyda emas. Bu jamiyatdagi yakka-yagona nur bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Remark bu gap orqali shuni aytmoqchi. Yaxshi bo'lish yengillik emas, jasoratdir. Va hatto hech kim buni tan olmasa ham, siz o'zingiz bilasiz. Bu dunyoda yaxshilik qilishni tanlagan odamlar eng kuchli odamlar hisoblanadi.